Vinir faqat yoshlar uchun deb o'ylayotgan bo'lsangiz, unda adashasiz. 50 yoshdan oshgan insonlarga vinir qo'ysa bo'ladimi? Mendan juda ham ko'p ijtimoiy tarmoqlarda yo ko'rishgan so'rashadi. Yoshim 40 da, 50 da, endi menga vinir qo'ysa bo'ladimi, yo'qmi deb. Bugun sizlar bilan 60 yoshdan oshgan bemorimizni pastki jag'lariga to'liq 13 ta vinir va yuqori jag'lariga 8 ta implant va uning ustiga koronkalar bilan mana bu holatdan mana bu holatga qanday olib kelganimizni ko'rib chiqamiz. Ushbu rasmda bemorimiz bizga murojaat qilib kelgan holatdagi rasmni ko'rib turibmiz. Ya'ni bu yerda shikoyatlari quyidagicha. Birinchi o'rinda bu albatta ovqatni yaxshi chaynolmasligi va shu orqali oshqozon ichlarida muammo paydo bo'layotganligi. Ikkinchi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni tishlar yo'qligi uchun tovush yo'qligi yoki so'zlarni yaxshi tushunmay gapira olmayotganliklari uchun. Uchinchisi bo'ladigan bo'lsa, albatta bu barchamizga kerak bo'lgan estetik jihat, ya'ni tishlari yo'qligi uchun tishlari go'zal bo'lmaganligi kabi shikoyatlar bilan bizga murojaat qilib keldilar. Va albatta birinchi bosqichda bu diagnostikadan keyin yuqori jag'lariga implantlarni o'rnatib oldik. Ya'ni 8 ta implantlarni bor yo'q 30 daqiqada hech qanday og'riqsiz o'rnatib berdik. E'tibor beradigan bo'lsangiz, yuqori jag'lariga implantlarning o'zini pozitsiyasiga, ya'ni uzoq xizmat qilishi va bosimni to'g'ri taqsimlanishi uchun o'zini to'g'ri pozitsiyalarga implantlarni o'rnatib olganmiz. Va pastki jag'larda esa biz reja qilganimizdek barchasini vinillarga minimal chaqlagan holatda qolib oldik va qolib olganimizdan keyin vinillarimizni, go'zal vinillarimizni bizga yasab berishdi. Bu tayyorlab oldik. Buni ko'rishimiz mumkin. Juda ham maksimal darajada estetik yasalgan va tepa jag'larimizga bo'ladigan bo'lsa, unda dioksid zirkon asosli koronkalarni ham yasab tayyorlab oldik. Mana sizlar bilan 3 oy davomida hojatamiz bilan tishlariga qilgan ishlarimizni, ya'ni yuqori jag'larga koronka, past jag'larga qilgan vinillarimizni tayyorlab bo'ldik va bu holatni ko'rishga tayyormisiz? Unda 1, 2, 3. Ko'rib turganingizdek, demak bizga shikoyat qilib kelgan 3 ta yo'nalishda, ya'ni birinchi o'rinda bu ovqat chaynashdagi muammolari bor edi. Biz tishlarni to'liq tiklaganimiz hisobiga ovqat chaynashlar o'z me'yoriga keldi. Ikkinchi o'rinda esa bu nutq edi. Ya'ni tishlar o'zini holatiga kelganligi uchun tepa jag'an, past jag'an o'zini balandligi, o'lchovi hammasi joyi bo'lgani uchun tovushlari ham, so'zlari ham juda ham zo'r, dona-dona chiqadigan bo'ldi va eng muhim jihat estetik jihatdan go'zalligiga o'zingiz baho bering. Agar sizda ham chaynash bo'yicha va estetik jihatdan mana shunday muammolar bo'ladigan bo'lsa, unda Reston klinikamizga murojaat qiling. Biz sizga o'zimiz professional yechim beramiz.